Elektromobil mashinasi komfortli mashina, lekin shifokor sifatida inson organizmiga juda ham zararli mashina deb bilaman. Elektromobil mashinasini ko'rib og'zingiz ochiladi. Prям shunaqa komfort, shunaqa yumshoq, yo'lni ko'rsatadi, mashinaga tep ketyapsizmi yo'qmi darrov ovoz chiqazadi. Yoqilg'i juda ham kam mablag' ketadi. Lekin водитель o'tirgan joyini tasavvur qiling. Tegini bir elektrostansiyada qancha batareyalar bor, elektromagnitniy polida o'tiribdi. Agar erkak kishi bo'lsa, 3-4 yildan keyin erkaklik bezini raki, ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, bachadon va tuxumdon raki kelib chiqishini hech kim o'ylab ko'rmaydi. Это komfort, lekin sog'lig'iga juda ham zararli narsa deb bilaman. Shifokor sifatida. Magnitniy burya bo'ladigan bo'lsa, SMS keladi. Telefonlaringizlarni sal nariyoqqa qo'yinglar. Magnitniy burya bo'ladi, ya'ni ob-havoda degan. Tasavvur qiling. Mashinada elektromagnitniy polani kuchini. U qanaqa kuch, bu qanaqa kuch? Hech kim buni o'ylab ko'rmaydi. Bu juda ham zararli. Nigor opa, elektromobil o'zidan olgansiz-ku? Men bilmagan edim. O'g'lim bizga surpriz qilib 1 yil avval adasi bilan menga elektromobil